Karis qaynonam qaranglar nima ovqat qilib berdilar. Grechkadan tayyorlangan vermisheldan ovqat. Vashshe yaxshi ko'raman, rosa ham yaxshi ko'raman. Eng yaxshi ko'rgan ovqatlarimdan biri. Koreyaga birinchi kelganimda ham shu ovqat juda ham yoqqan. Qani bismillah yeb ko'ramiz. Bismillah. 저거랑 섞어야지. 밀가루. Barqaror. Yaxshilab aralashtirib yesang shirinroq deyaptilar. 왜다 버려? Bu ovqatda bodringli kimchi bilan yesa mazali ekan. Dahshat. Bugun Karis xolamiz bilan uchrashamiz. Lekin Karis xolam meni erim kelganda uchrashaylik dedi. Kechasi 9da. Birinchi. Shuning uchun ungacha qornim vashshe ochib ketadi. Bu narsa yeb olay desam, qaynonam shuni qilib beraman dedilar. Oson tayyorlanadi deb shuni qilib berdilar. Menimcha ataylab shunaqa ko'p ovqat qilib berdilar. Meni opamni oldida yana ko'pgina yemasin deb. Meni sharmanda qilmasin deb ko'pgina ovqat qilib berdilar shekilli ketishimizdan oldin. Buning ichida marinovka qilingan kiyim bor. Kunjut bariga va salat barigini ham qo'shib olganlar. Juda ham oson tayyorlanadi va vashshe mazali. Bu ovqat retseptini profilimdan topsanglar bo'ladi. Qovurilgan kunjutni yaxshi ko'radigan odamlar shu ovqatni juda ham yaxshi ko'rsa kerak. Chunki bu ovqatga qovurilgan kunjut rosa ko'p solingan. 내식이 없으니까 시켜서는 반스푼 정도. Agar sizga ham karischa ovqatlar va salatlar yoqsa, bizga obuna bo'ling. Karis qaynonam har kuni yo karischa salat, yo karischa ovqat tayyorlab retseptini ko'rsatib beradilar. Bu ovqat juda ham shirinligi uchun Koreyadagi oshxonalarda juda ham qimmatga sotishadi. Diyetadagi ayol qizlarimiz bemalol yesa bo'ladi, chunki buni vermisheli grechkadan tayyorlangan. Diyeta ovqat desa ham bo'laveradi.